Kimni aldayapmiz? Ma'ruzadan telefonga yig'ib olib, yig'lab kechasi bilan eshitib, naushnik tiqib olib, biz xutdan bomdod o'qimasdan bozorga chiqib xohlagan ishimizni qilib kimni aldayapmiz? Bu ilmlarni o'rganib kimni aldayapmiz? Bu ilmni egasi bo'lgan Alloh. O'shani aldayapmiz. Bizga shu ilmni o'rgatgan Alloh va allama Adama dedi. Odamga Alloh o'rgatdi hamma ilmni dedi. O'sha ilmni egasi bo'lgan Allohni aldayapmiz. Ha, demak biz qiyomat kuni bilmaydiganlar bilan barobar bo'lmasligimiz uchun, ya'ni biladiganlar darajasi yuqori bo'ladi. Nimani biladiganlar aytayapmiz, o'sha ilmni bilib unga amal qilganlar biladiganlar bo'ladi. O'sha ilmni o'rganib kecha sajda qilishim kerak ekan, yaxshi yomon kunimda degan odam biladigan odam bo'ladi. Agar amal qilmasa u odam bilmaydigan odam bo'ladi. Garchi dunyoni ilmi bo'lsa ham bilmaydi u. Nimani bilmaydi? Allohga ibodat qilishni bilmaydi. Allohni yakka deyishni bilmaydi. Hamma ishni Alloh uchun qilishni bilmaydi. Biladiganlar bilan bilmaydiganlarni teng qilmaymiz deyapti Alloh. Buni kim tushunadi? Mana shu teng qilmasligini desa, innama yatazakkaru ulul albab. Faqat aqlli odamlargina barobar qilmasligini tushunib oladida Alloh uchun amal qiladi. Mana bu yechim bo'ladi akalar. Hammamizga yechim. Farzandlarimiz ilmli qilyapmiz. Qur'on o'qityapmiz, yodlatyapmiz. U amaliga undasin. U maqtaniladigan narsa emas, u qiyomatda maqtaniladi. Qiyomatda toch kiydi deganda ana endi mana shu maqtov bo'ladi deyiladi. Qani ilm egalari Muoz ibn Jabal safida kelsin hamma deb Alloh chaqirganda, ana shundoq qarab o'g'lingiz o'sha safda kelayotganini ko'rib, "Ya subhanalloh, bizning o'g'ilchi ham shu safdan joy olibdi-ku." Ana shu biladigan bo'ladi. Uni faqat aqlli odamlargina tushunadi-da, aql bilan ish ko'radi.